Ishvotdi. Men ikkita bolam bilan yuribman. Buni maktabi yo'q, buni onasi yo'q. Onasi yo'q. Voy, onam ketganlar yamli Namanganga. Menga qolib ketdi bu qiz. Aya keling tezroq. Keling, nanodi? Nanajon keling-da. Beraman. Undan tashqari yotoqxonamiz ham mavjud. Yotoqxonamizga faqat yozdirib olishingiz kerak. Yotoqxona ham kerak menga desanglar, biz bron qilib qo'yamiz. Chunki yotoqxonada joylar unaqa ko'p emas-da. Shuning uchun avvaldan aytib qo'yinglar. Azizlarim, keyin malaka oshirish 1 oylik kursim bor, unga ham yozdirishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, bu oy shu narxi oxirgi oyi. Undan keyingi kurslarimni xudo xolisa o'sha narxi ko'tariladi. Shuning uchun foydalanib olinglar. Ham onlayn kursimni tekinga beraman bu safar ham. Ana shunaqa gaplar bizda. Ichkarini qaranglar, qanaqa fayzli. Biz yaxshi ko'rmish xonamni. Xudoga shukr. Ana, kelinglar hammanglar. Hammaga mashinalar yetadi. 27-yanvardan boshlanadigan yangi guruhimizga yozdirilishingiz mumkin. Juda ko'pchilik qanaqa yozdirilyapti? Men ism, familiya, nomer qoldirishyapti. Yo'q, unaqa emas. Kamda 2000 so'm to'lov qilasizlar. O'sha to'lov ichiga kirib ketadi o'sha to'laganingizlar. Shunaqa keyin yozib qolamiz, bo'lmasa yozmaymiz. Odam juda ko'p yozdirilganlar, lekin ro'yxatdan o'tganlar, nima desam, ro'yxatdan o'tdim deb o'ylaganlar adashyapsizlar. 200 ming so'm to'lov qilsanglar, keyin ro'yxatga olamiz. Qaranglar, bu yerda 16-Go'rbanitsa, Toshkent shahar 16-Go'rbanitsani ko'rinib turibdi, ko'rasizlar, mamizdagi. O'shani shundoqqina ro'parasida Xiva restorani, Mamutda Buxoro kafesi bor. O'shani shundoq kirib kelganingizda 100 metr ichkarida mana shu 3-etajda joylashgan. Mana qizli chiqib kelishadi, xursand bo'lib. Kulib, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Charchamasmi? Kiravering. Rahmat, xudoga shukr, yaxshimisiz? Shunaqa azizlarim, 27-yanvardan 0 dan boshlangan 2 oylik kursimga start. Ana Manzura opam paltolarini maqtanishga uyalibdilar videoga, lekin maqtaning deyapman. Shuncha mehnatingiz, maza qilib So'g'diyona videoga olganmidi? qani bitta kiyim, mana bitta videoga olay. Men qolib ketmay. Yo'q, kiyib oling, men bu yoqqa. Mana qizlarimizni sekin joylashyapti. 11 dagi guruhimizga kelishyapti. Mazza qilib kiyursin Manzura opa. Voy. Uzun tikalarni kiymayman. Rosa chiroyli chiqibdi haqiqatda. Odam o'zini boshqacha bo'laydi. Ha? Zo'ra, baribir o'zi tiksa. O'zi tiksa boshqacha bo'ladi. Mashina necha pulga sotib olgan bo'lardingiz o'zi asli? Eng arzoni 250-300 da. A bu necha pulga bittasi sizda? 75 ming. Uxti, ana qaranglar. 75 ming so'mga shu narsani bitiribdilar. Rosa chiroyli, вообще